turk kofesini ichmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz deb tong sahar turib turk kofesini tayyorlab maza qilib ichdim o'tirib olib. Uyqusiraganman, ko'zlarim ishib ketgan. Hay mayli, uyqum tarqasin dedimda tayyorlab ichdim erinmasdan. Buni albatta to'q qoringa ichinglar, Turkiyada yurganlar, chunki kofe to'q qoringa ichiladi, och qoringa emas. Juda ham mazali. Qo'llarim dard ko'rmasin, bir ham mazali tayyorlaganman. Shunaqa qilib tongni boshlab oldim, kofelarni ichdim, uyqum tarqasin deb. Bugun chunki juda ham ko'p ish qilishim kerak. Barak yegim kelyapti. Xudo xohlasa turamanda hozir endi bismillah deb ertalabdan barakka xamir olib, barak tayyorlashni boshlayman. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, kim nima bilan ish bilan band kommentariyaga yozib ketinglar. Menga obuna bo'lib, like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatlar, azizlarim, mehribonlarim, yor birodarlarim.